Betimdan bilinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin men Inamarka minaman. Ha. Kreditga xavotirlanmanglar. Kreditga yaxshi ko'rishda davom etaveringlar. Bir qismi kulmay qo'ydi, lekin zavod. Bizga bo'lmas ekan o'zbeklarga Inamarka. Shuni to'lov qildimda, abitdan keyin mashinangizni olib ketasizmi dedi. Men aytdim, aka, unaqa demang, men 9 oy kutib o'rganganman-da. Hech bo'lmasa 3 kundan keyin kelay. Keyin qarang, zavodskoy ana unaqa video registrator, antiradar shumkalari yo'qda, shuni qilib beramiz-da. Siz ana unaqa salondan birdan olib chiqib ketayotganingizda deydi. Magnitofonni olib qo'ymaysizlarmi? Hech bo'lmasa magnitofonni olib qolinglar, aka. Yuragim ko'tarmay qolmasin. Inamarka shuni olib borasiz, borku, uni hech narsasini almashtirish ham shart emas ekan. Ko'ngil uchun bordim, lekin ustaxonaga bordimda, aka dedim, men shu rulni olib dedim. Xuddi mana shunaqasidan qo'yib bering.